Videoda shoshib o'tkazayotganingiz singari Siroat ko'priklaridan shoshib o'tib keting do'stim. Sizning zurriyatingizdan Baytullohning imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin do'stim. Siz uchun yaxshi niyat qilyapman. Qarang, siz uchun yaxshi reklama qilyapman do'stim. Siz Rossiya hududidasiz. Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqmisiz? Allohning baytiga kelmoqchi bo'lyapsiz. Mana hoji onamizga o'xshab, hoji onamiz ham Rossiyadan turib mana Allohning baytiga kelgan. To'g'rimi hoji ona? Qaysi davlat fuqarosisiz? Tojikiston. Tojikiston fuqarosiz. Kamchiliklar bo'lmadimi? Qiylanmasdan keldingizmi? Kim bilan keldingiz hoji ona? Moddaram xati. Tojikcha gapirsangiz ham bo'ladi. Tojiki medanam. Onam bilan. Onangiz bilan keldingiz. Xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshimi ekan? Maza qilib ibodatlar qildingizmi? Albatta. Hoji onam nechiga kirgan? 70 ga. 70 ga kirgan. Mashalloh o'zi qildi, bemalol, birinchi kunlari o'zi. Albatta. Saidi ham o'zi qildi, tovoqni ham o'zi qildi. Albatta. Alloh umrini ziyoda qilsin. Agar do'stim siz ham Rossiyadan turib Allohning baytiga kelmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilayotgan nomerlarga WhatsApp yoki Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasangiz Telegram kanalimizga obuna bo'lib qolsangiz, kunlik Makka hayotini tomosha qilib borasiz. Ma'assalom.